Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, mana Lola fasondagi eng ko'p sotiladigan stol stullarimizdan ходовой variantdagi kraska sepilgan holati, обшивка qotirilmagan. Обшивкаlar mana bu yerda turibdi. Keyin qotiriladi. Hop, kraskasi qora. Trubalari 20 lik, 1 lik stinka. Mana bu yerda mana tayyor holatlari. Bu prokatga chiqadigan stol stullarimiz bo'ladi. Arendaga chiqarish uchun materiallarni moyshi material qilib tayyorlab berganmiz. Atosi bo'ladigan, uncha kir bildirmaydigan koreshnevoy rangdagi materialdan tanladik. Xo'p, tag qismlari mana boltga ega qilingan. 8 ta taxlangan. Bu yerda xuddi o'sha Lola fasondagi variantimizda diamant, ya'ni koja material. Buni ham taglar boltga ega. Mana yig'iladigan stol stullarimiz. Anchagina taxlab qo'yganmiz. 2 kashayligisi, 2 ta kashaylisi. Bu yerda mana bitta kashaylisi. Razmeri 75 ga 1,5 bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Ochilganda mana ko'rib turibsizlar. Ustiga lak sepilgan, arendaga chiqariladigan. Xo'p, bularning donasi 130 ming so'm. Bularniki ham 130 ming so'm. Mana bu yerda yana boshqacha variantlar ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. Gulli fason, har xil variantdagi. Kanalimizga o'tib raqamlarimiz bor. Shu raqamlarga bog'lansanglar, sizlarga ham to'y va maratonlarga chiqarish uchun har xil turdagi stol stullarni tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.